Assalomu alaykum. Ko'pchilik so'rashibdi, nimaga mana kalitga nimalarda ustida salafani bor ko'chirsa bo'lmaydi. Yonini nimaga bunaqa qilib qo'yilgan ozgina ko'chirib. Buni sababi ichida qolib ketsa mana ozgina skotch qolib ketadi, g'ash ketadi. O'shanga ozgina ko'chirib qo'yamiz, ko'chirish o'ng qo'lib. Kalitgamiz naponni o'rnab bo'lgandan keyin egalar o'zlari buni ko'chiraversa yangi holatda turadi. Shunga buni ko'chirmasdan jo'natib yuboramiz. Ozginadan ikkita chekkadan ko'chirib qo'yiladi. Bu kalitgamizni Buxoroga chiqarib yuboramiz. Bulus Andijonga. Katta ikkita 4 metrli darvozamiz, avtomatik darvozamiz kalitkasi bu. Hozir yuklab jo'natib yuboramiz. Bu yoqda mana kesaklar. Bulus Buxoronikini kesakisi, bulus Andijonniki 2 qanotli bu. Shu laka-lakasini ko'chirib qo'yilishning sababi ichida qolib ketmasligi uchun, ko'chirishga oson bo'lishligi uchun chekkadan ko'chirib qo'yiladi.